Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari. Bugun ko'pchilik so'ragan 7 o't kuchli motobloklarda terishda qayerlarda qanday qilib terish kerak, shu haqida sizlarga to'liq ma'lumot beraman. Unday bo'lsa biz boshladik. Hozir birinchi navbatda qo'yadigan narsangiz TH. Bu asosan hozir berayotgan ma'lumotlarim 7 o't kuchli motobloklar turkumini hammasiga taalluqli. Moylarini almashtirish, korobkasiga qancha qo'yish, motoriga qancha qo'yish, terilishini 90% 7 o't kuchli TH, Rekord, Euro va boshqa original arqa plombalari temirli hisoblangan motobloklarga kiradi. Xo'sh, unday bo'lsa boshladik. Birinchi navbatda siz qiladigan narsa mana shu 4 ta bolt bilan qo'yasiz. Mana rulini yonbosh tarafini 4 ta bolt bilan qo'yganingizdan keyin boltini rulini qotirasiz. Rulini qotirganingizdan keyin mana ular o'zlari qo'yilgan bo'ladi zavodskiy. Siz qiladigan narsa, birinchi qiladigan narsangiz stepleniyasi, ya'ni sizning chap qo'l tarafingizda turadigan stepleniyani qotirasiz. Birinchi chap qo'l tarafga stepleniyani qotirish oldin mana skorsni ichkariroqqa tiqib qotirasiz va skor olib kelib mana steplina, mana bu narsa o'zi asli steplina bo'ladi. Bu trosi hisoblanadi. Shu trosni o'tkazib mana bunga qistirib qo'yasiz. Ligirovkasi mana troslarni tarangroq qilib ligirovka qilib qo'yasiz. Keyingi ikkinchi qilayotgan ishingiz esa zadniy xod. Sizning o'ng qo'l tarafingizda joylashgan zadniy xodi. Zadniy xod trosi ham xuddi shunday ichkariroqqa mana bu ichkariroqqa kirgizib qotirib, trosini bo'shatamiz. Bo'shatganimizdan keyin, bo'shalgandan keyin trosini mana buni o'tkazib, mana birinchi navbatda bundan o'tkazib, mana unga qistirib qo'yib qo'yasiz. Birinchi bundan, keyin unga o'tkazib qistirib qo'yasiz. Zadniy xodda trosning ligirovkasi esa mana bilan keyin tortib tarangroq qilib qo'yamiz. Keyingi qo'yadigan narsamiz esa buni gaz trosi hisoblanadi. Gaz trosi mana kelyapti. O'tkazib mana vazdushkasi bo'ladi. Ya'ni bu burni hisoblanadi. Oddiy tilda aytganda motoblokda burni, nafas oluvchi taraf bilan. Buni ichida gubkasi bo'ladi. Ko'pchilik gubkasiga moy soladi. Gubkasiga moy solish kerak emas. Buni tagida oq filtrchasi bo'lsa, o'shanga moy solib qo'ying. Vazdushkasi hisoblanadi. Buni olinadidan mana ko'rib turgan bulutingiz, mana bulutingiz gaz trosi bolti hisoblanadi. Ya'ni mana bu narsa gaz hisoblanadi. Bu gaz trosi boltini qotirib qo'yasiz. Mana o'shanga ko'rsatilgan boltga qo'yib qo'yiladi. Birinchi buni qotirishdan avval mana o'zini bir o'ynatib ko'ring. Agar mobodo mana shu narsa qattiq bo'lib turgan bo'lsa, mana bu boltdan, mana to'g'ridagi boltdan sal bo'shatsangiz, mana bu boltni sal bo'shatsangiz bo'shaladi. Keyin bemalol mana gaz trosni qo'yib, ligirovka qilsangiz bo'ladi. Mana bu gaz hisoblanadi. Keyingi narsa skors qo'yish. Skorsi mana qotiriladi, pastdan bunday tiqib qo'yiladi. Mana bunga qo'yib qo'yiladi. Bu skorsi bo'ladi. Keyingi narsasi o'chirib yo'qaydigani. Mana o'chirib yo'qaydiganni o'rnatishimiz avval qo'ydik. O'chirib yo'qaydiganda har doim ikkita sim keladi. Bittasi qora, bittasi esa sariq bo'ladi. Qora sim bakni tagidan keyin o'chirib yo'qaydiganga ulab qo'yiladi. Sariq sim esa ikkita simni qo'shilmasiga ulab qo'yasiz. Bitta massa keladi. Bitta massani mana unga qistirib qo'ysangiz, mana o'chirib yo'qaydigan sariq qo'llanadi. Undan keyin qora sim qo'shilmadan keyin qora simga ulab qo'yasiz. Qo'ydik, tayyor. Kralolarni xohlasangiz qo'ying, xohlasangiz qo'yib yotmang kralolarni. Moylariga keladigan bo'lsak, motoriga 600 gram moy ketadi, korobkasiga esa 1 litr 800 gramgacha moy ketadi. Motoriga qanaqa moy solgan yaxshi? Benzinliklarga asosan moy ketadi. Mana bunaqangi 15 ga 40 yoxud 10 ga 40 markali moylarimiz ketadi. Xohlagan turdagi 10 ga 40 yoxud 15 ga 40. Bu markani sifati yaxshirog'ini qo'ying. Motobloklar uchun asosan yaxshirog'ini qo'ying. Korobkasiga esa 80 ga 90 yoxud 85 ga 140 markali mana bu Gilitor Plus bor. O'shanda quyuqroq moydan qo'yasiz, toza moydan qo'yasiz. Bu motoblokda korobkasi uchun. Yana qaytaraman. Motoblokda korobkaga mana bu yerdan moy quyiladi. 1 litr 800 gram ketadi 7 o't kuchli motobloklarga. 7 o't kuchli motobloklarga 80 ga 90
yoxud 85 ga 140 markali bo'ladi korobkani moyi. Motor moyi esa 10 ga 40 yoxud 15 ga 40 markali bo'ladi. Motorga mana bunaqa moy solinadi. Korobkasiga bu yerdan moy solinadi. Motorni moyini to'kish hamma 7 ot kuchli turkumga kiruvchi motobloklarda hammasini motorni moyini mana shu yerdan solgan tarafingizni tayda qilsangiz bo'lik bo'ladi. Ikkita motorga qo'shilgan bolt o'rtasida motorda joylashgan boltlar. Shuni yechsangiz to'kib tashlanadi. Korobkaga solgan moyingiz esa mana bunada korobkani tayda bolti bo'ladi. Shu orqali to'kiladi korobkani moyi. Bularni motorni moyini qachon almashtirish kerak? Birinchi navbatda obkatkadan chiqqandan keyin birinchi moy to'kib tashlanadi. Obkatkadan chiqqandan keyin birinchi moy to'kib tashlab, yaxshiroq moy qo'yganingizdan keyingi to'kilayotgan vaqti esa 10-15 soat bizda kunimiz iqlimiz issiq. Shuni hisobiga 10 soat premol ish chastotasida. Ya'ni bir kunda 1 soat ishlatsangiz, 10 kunda almashtirib turishingiz kerak. Tez motor moyini. Universal moy вообще yaqinlashtirmang motoblogingiz uchun. Ko'p joyda universal so'z berilayotgan ekan, motobloglarda ishlatib tekshirib berishga. Universal umuman yaqinlashtirmang. Motoblogingizni umrini qisqartirib, hozir ishlab beradi. 3 kun, 4 kun, 1 haftadan keyin motoblog o'tirib, sizni ishingizga yaramay qoladi. Shuning uchun hech qachon universal moy yaqinlashtirmang. Keyin ko'pchilik mana bunadan ham o'ylaydi, bu yerdan solmang, mana bunadan soling. Chunki bu yerdan ko'ra bu yerda uровень ko'rinish osonroq bo'ladi. Uroveningizni ko'rib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Obkatkasi 20 minut ishlab turadi, 10 minut dam oladi. Yana 20 minut ishlab turadi, yana 10 minut dam oladi. Shu zaylda 4 soat obkatga qilasiz. Obkatdan chiqqandan keyin обязательно motor moyini to'kib tashlang, korobkani moyini to'kmang. Shuning uchun korobkaga qimmatroq, yaxshiroq moy solib qo'yish esdan chiqmasin. Bitta like, bitta podpiskani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Shuncha mehnatimizni qadrlayotganliklaringizni, men shuncha mehnat qilib siz uchun shu videoni tayyorladik. Yana kommentariyalarga kutib qolaman. Yana qanday motoblogda ishlatilish va tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirsalaringiz, xulosa yana bitta shunga o'xshagan katta motobloglarni ham sizga obzorini chiqarib beraman. Qanday yig'ilishni. Bitta like, bitta podpiskani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Jonlaringiz sog' bo'lsin.